Akalar sidinalarni ashyo noyoblari bilan tanishtiraman. Li9 da yengechasi. Buni ikki xil rangi bor. Bakyo paddeshga quchoqlab oladi, massaj, hamma narsasi bor. Mana sidinaga bitta baho berib qo'yasizlar. Menimcha samolyotda ana biznes klassida ham bo'lmasa kerak, mana knopkani qaranglar. Nima degan gap, nima degan narsa. O'zi asli mana bunaqa joylari ko'p sidinalarda plastmassa bo'ladi bu. Chunki premiumdagi sidina koja bilan, original koja bilan qoplangan. Massaj, atamagani qaranglar. Orqada ham boshqarsangiz bo'ladi. Mana bunda buriladigan. Kolonkalarigacha ham bor. Orqada mana bunaqa stochkalarigacha ham bor akalar. Ko'rasizlar, rost ishlab olgan rangi bor-ku. Bunaqa rang ko'rmaganman. Mana qaranglar. Knopkani qaranglar. Nima knopka bu? Atamankalari chiqadi. Buni orqasida mana bunaqa narsasi ham bor. Knopkani bosilgandan keyin mana bu narsa yotib beradi. Orqadagi odam oyog'ini qo'yib ketishga shunaqa sharoitda qilib akalar. Sidinani ashi birini olaman desanglar, albatta komfort tizimiga murojaat qilasizlar. Inshaalloh kelsanglar zo'r narxlarda qilib beramiz. Hali mashinasi chiqib sotuvga